Nimalar keldi? Nima keldi? Orqasidan choy tasha, nimalar keldi? Nimalar keldi? Ay yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar, ha, xudolar. Ko'rmishlar? Rahmat, xudo yaxshi. Maqsadi o'ting, maqsadi. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga keting, yo narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelamdik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Shu ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. O'zing to'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz, xudo? Nima aytu? Boshi turgoqdan nima aytu? Boshqa bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi, ana sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Ruyli bor-ku, nima aytu, ruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham bitta katta qara nima?